Follikulani yordirish, follikula yoriladi, işte matga tayyor turadi. Ya'ni matga bola ushlashga shaylanishni boshlaydi. Uzluksiz ravishda palapartish ishlab chiqarishni boshlaydi. Baribir hamma narsa mana bunga bog'liq, kompyuterga bog'lanadi. Polikistozda follikula o'smaydi. Buni yaxshi bilasizlar. Yaxshi dam olish, miyani dam oldirish, har xil ximikat, o'sha flesh, kola, gazli ichimliklarning iste'molini cheklash. Nima uchun? Chunki assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biza O'zbekiston bo'yicha emas, nafaqat dunyo bo'yicha eng ko'p ayollar bepushtligiga sabab bo'ladigan tashxis, ya'ni tuxumdon polikistoz sindromi mexanizmi qanaqa qilib paydo bo'ladi va buni yechimi qanaqa? Nima uchun biza tuxumdon polikistoz sindromi kasalliklarida asosan vazn tashlash, nima uchun biza yaxshi uxlang, ko'proq harakat qiling, sport bilan shug'ullaning deb ko'p takrorlaymiz. Hozir shu videoda shu savollaringizga shu qiziqtiradigan masalada batafsil ma'lumot olasizlar degan umiddaman. Birinchi o'rinda bosh miya gipotalamus sohasida GnRG, ya'ni gonadotropin releasing gormonlari, ya'ni bu gormonlarning ishi tufayli o'sha FSGLG ishlab chiqarilish boshlanadi bosh miyada. FSG high siklini ikkinchi kunida ko'proq miqdorda ishlab chiqarilishi oqibatida follikula, tuxumdonda follikula o'sib yetilib o'sishni boshlaydi va ma'lum bir vaqtga o'sgandan keyin follikula kattalashgandan keyin estradiol chiqishni boshlaydi. U follikuladan estradiol bachadon endometriy qavatini o'stiradi, ya'ni bola qilishda, bola ushlashga tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi va bu shu ketish mobaynida follikula yana ham kattalashib borishi hisobida estradiol 2 hissa ko'p ishlab chiqarilishni boshlaydi-da, estradiol qonda ko'paygandan keyin bosh miyaga, ya'ni boyagi GnRG gormoniga ta'sir qiladi, gipotalamusga ta'sir qiladi. Gipotalamus signalni qabul qilib olgandan keyin bo'ldi, o'sha follikula yetarlicha o'sib keldi degan signalni qabul qilgandan keyin lyutillovchi gormonni LG ni chiqarishni ko'paytirib, FSG ni chiqarishni kamaytirib qo'yadi. Lyutillovchi gormonning asosiy vazifasi follikulani yordirish. Follikula yoriladi. Follikula yorilgandan keyin tuxum hujayra bachadondagiga ketdi va joltitel, ya'ni qoldiq sariq tanasi qolib ketadi. Sariq tanadan ko'plab miqdorda progesteron gormoni ishlab chiqarishni boshlaydi-da, progesteron to'g'ri bachadon endometriy qavatiga borib 10 kun davomida bu jarayon 10 kun progesteron chiqaveradi. Bola qabul qilishda matga tayyor turadi. Ya'ni matga bola ushlashga shaylanishni boshlaydi. Shu vaqt mobaynida yaxshi sifatli morfologiyasi, DNKsi, MAR testi, aktivligi, foizi, quvvati yaxshi bo'lgan urug'lar tuxum hujayrani urug'lantirsa, homiladorlik yuzaga keladi va bola matkaga ushlashni boshlaydi. Endi polikistozda qanaqa kechadi? Polikistozda yuqorida aytganimdek bosh miya gipotalamus sohasidagi GnRG gormonlari uzluksiz ravishda palapartish ishlab chiqarishni boshlaydi. Ya'ni LG, FSG ni palapartish chiqarishni boshlaydi. O'zi aslida qanaqa ishlab chiqarish kerak? GnRG gormonni ritm bo'yicha, boyagi vaqt bo'yicha bir xil miqdorda kerakli paytda FSG ni, kerakli paytda LG ni chiqarib turish kerak edi. Polikistozda FSG bilan LG ni bir xil vaqtda chiqarmaydi-da, ya'ni o'sha sxema bo'yicha, tizim bo'yicha chiqarmaydi-da, LG ni ham miqdorini ko'paytirib yuboradi. Odatda biz polikistozda menstruatsiya 2-3 kunlarda gormon tekshirganimizda LG ni miqdori FSG dan ko'ra baland bo'lib ketgan bo'ladi. Yaxshi ishlab turgan tuxum hujayralarida ayolda reproduktiv holati yaxshi bo'lgan holatda FSG LG dan har doim balandda turish kerak, 2 barobar. Lekin polikistozda odatda LG FSG dan baland turadi. Aynan LG ni pastga tushiradigan dorini kimdir ishlab chiqarsa, u odam Nobel mukofotini oladi, ya'ni polikistozni davolab qo'ygan bo'ladi. Buni sababi nima uchun LG FSG dan balandligining sababi gipotalamusda, ya'ni baribir hamma narsa mana bunga bog'liq, kompyuterga bog'lanadi. Gipotalamusda GnRG palapartish to'xtovsiz va juda ham ko'p ishlashni boshlaydi. Olimlar buni sababini haligacha topa olmagan. Shuning uchun ham biz polikistozda bitta sehrli dorisi yo'q deb bemorlarga ko'p aytganmiz. LG miqdori yuqori holatda chiqqani sari FSG ni miqdori kamayib boraveradi. FSG kam bo'ldimi, yuqorida aytganimdek, follikula o'sishi uchun FSG kerak. Lekin FSG kam miqdorda chiqib turgani hisobda follikula o'smaydi. Polikistozda follikula o'smaydi, buni yaxshi bilasizlar. O'smagan follikula ovulyatsiya bo'lmaydi, yorilmaydi. Har siklda antral follikulalar tuxumdonda ko'payaveradi. Har siklda qo'shilaveradi. Ya'ni 10 ta, 15 ta, 5 ta, 6 ta qo'shilaveradi.
7 ta 8 ta siklda davomida xuddi shu tizim davom etaversa, follikulalar rosa ko'p bo'lib ketadi. Ya'ni tuxumdonni bundoq qaraganda multifallikulyarni yeyishlik 35 ta 40 talab antralniy follikulalar bo'ladi, lekin ularni o'stirish uchun bosh miyadan gipotalamusdan fezga chiqmaydi. Fezga chiqmagandan keyin u yerda follikulalar qolib ketaveradi. Mana shu polikistoz asosiy simptom. Follikulalar qolib ketgandan keyin u yerda androgenlar miqdori oshadi. Androgenlar miqdorining yana bitta oshishi, bu yerda ikkinchi sabab bor polikistozni paydo bo'lishiga, bu oshqozon osti bezi Langerhans orolchalarida ishlab chiqariladigan insulin. Insulin juda ham ko'p miqdorda ishlab chiqarishi hisobida androgenlar miqdori oshadi. Androgenlar miqdorining oshgani belgisi ayolda vazn yig'ish, girsutizm dedi, ya'ni tanada ortiqcha tuklar, soqol, mo'yloqlar chiqib qolishi va akne, badanda yuzda toshmalar toshishi. Mana bu polikistozning belgilari. Androgenlarning miqdorini kamaytirishga harakat qilinadi, tuxumdonlar o'chirib qo'yish mumkin yoki insulinning miqdorini pasaytirishga harakat qilinadi, metformin preparatlari beriladi. Asosiy bosh miyada energiyani ligrovka qilish uchun siz sog'lom turmush tarziga amal qilishga majbursiz. Ya'ni vaqtida uxlab, yaxshi dam olish, miyani dam oldirish, har xil ximikat, o'sha flesh, kola, gazli ichimliklarning iste'molini cheklash. Nima uchun? Chunki miya dam olish kerak bo'lgan paytida siz har xil gazli ichimliklar, energetik ichimliklar, kofein, o'sha ximikat, kanserogen mahsulotlar iste'mol qilganda bosh miya dam olmasdan u yana energiyani palaparti ishlatishni boshlaydi. Yoki siz polikistozni vazn tushirishingiz kerak. Vazn tushirish uchun to'g'ri ovqatlanishga o'tish kerak. Ya'ni tarkibida shakar bor bo'lgan mahsulotlar yoki fast food mahsulotlari, hot dog, pizza, lavashga o'xshagan narsalarni yoki tarkibida o'sha Lay's, chips, ximikat ko'p mahsulotlarning iste'molini cheklamasangiz, sizda ortiqcha vazn bo'veradi va bu muammongiz androgenlar miqdori ko'payishi hisobida polikistozdan kuchayib boraveradi. Men sizlarga har doim aytganman, videolarimda ham aytganman, qabrimda kelgandagi bemorlarda ham aytganman. Sizda polikistozdan qutulmoqchi bo'lsangiz, sog'lom turmush tarziga amal qilishga harakat qiling. Ya'ni mana bu kompyuterni dam oldirtiring. Energiya vaqtida to'g'ri ishlashni boshlasin. Olimlar hali oxirigacha yeta olmagan. Nima uchun? Gipotalamus betartib palapartish ishlaydi. Gipotalamusda energiya sikli buziladi. Insulin nimaga ortiqcha ishlab chiqarilishi boshlaydi? Bu yerda siz noto'g'ri ovqatlanishdasiz. Chunki oshqozon osti bezi siz to'g'ri tabiiy mahsulotlar ovqatlanganingizda moslashgan. Har xil ximikat narsalar iste'mol qilganingizda insulin ishlab chiqarilish ko'payadi va mana bu ikkita omil, ya'ni noto'g'ri ovqatlanish oshqozon osti bezi insulinga va turmush tarzingizning yomonligi, uyqusizligingiz va o'sha har xil radioaktiv zamonda yashaymiz, radioaktiv mahsulotlarning atrofida ko'p o'tirishi, ko'p o'tirib ishlashingiz yoki miyani dam oldirmasdan postoyanniy asabiylashish, stress, depressiya, tushkunliklarning hisobida bosh miya o'sha nagruzka tushadi, uning ishi buziladi. Shuni hisobidan sizda polikistoz kasalligi rivojlanadi va bu sizga juda ham yomon oqibatlarga, ayniqsa farzandsizlik muammosi bilan qiynalgan oilalarda yoki farzandsizlikka muammosiga sabab bo'ladigan holatlarga sabab bo'ladi. Polikistoz bilan men juda ham ko'p ko'rganman. 5 yil, 7 yil, 10 yillab farzandli bo'la olmay yurgan oilalar. Va nimaga doktor dori ichaman, davolana olmayman, dori ichaman, tuzalmayman, meni hech kim davolay olmayapti. Sizda hech kim davolay olmaydi. 70-80% o'zingizga bog'liq. O'zingizda hayot tarzingizga, o'zingizda turmush tarzingizga bog'liq. To'g'ri ovqatlaning, sport bilan shug'ullaning, vaziningiz bo'lsa, vaznni yo'qoting, tuxumdonlaringizni sifatini yaxshilashga preparatlar qabul qilsangiz bo'ladi. Yuqorida aytgandek androgenlarni pasaytiradigan preparatlar, insulinni pasaytiradigan preparatlar qabul qiling, kompyuterni dam oldirtiring va shunda sizda hammasi yaxshi bo'ladi.